Assalomu alaykum, hurmatli No'qat Xorij Motor kanali qatnashchilari. Bugun kungi 17-fevral 2023 yil biz juma kungi tushdan keyin kursdan bilan tanishamiz. O'qigan juma namozlari qabul bo'lsin. Baringizlarga No'qat shahridan jalolni salom aytmoqchimiz. No'qat shahrida bugun sal havorayi ko'lib jovun javob turadi. Jovun jovonga qarashlarga kelib tanishamiz. Ketganda o'nchani ko'rishamiz. Ona birinchi yil Finkabankga keldik. Finkabankda 87 so'm 40 tane dolar, 90 so'm 90 tane euro, 1 so'm 65 yarım tane ekan, 1 so'm 16 yarım tane ekan. Onlar bu yerda bank rubelning kursi boshqa joyga olsa ketdi onda. Ekoslombankga keldik. Ekoslombankda 87 so'm 20 tane dolar, 93 so'm 30 tane euro, 1 so'm 16 tane rubel ekan. Onlar qarangizlar. Rubel bugun sal tushib ketdi. Onlar valyutaga keldik. Qarangizlar. 87 so'm 60 tane dolar, 1 so'm 15 tane rubel ekan. Onlar Qozoq tengesi 0.13 tane, O'zbekistonning 0.75 tane ekan. Qarangizlar. Onlar mana shu yerda qarangizlar. Türkiye'de ekan rubelchi. Onlar Kırgızistan banka geldi. Kırgızistan bankda da shunday ekan. 87 so'm 32 tane dolar, 90 so'm 50 tane euro, 1 so'm 16 tane rubel ekan. Onlar qarangizlar. Do'st banka geldi. Do'st bankda da shunday ekan. 87 so'm 50 tane dolar, 90 so'm 30 tane euro, 1 so'm 16 tane rubel ekan. Onlar qarangizlar. Onlar shunday No'qat Xorij Motor kanaliga qo'shdi. Daymat tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Bugungi juma kunida. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh demiş. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar, ko'rishguncha.